Iso Masihda donolik va ilm va ma'rifatning hamma xazinalari pinhondir. Havoriy Pavlus Kolosse shahridagi iymonlilarga shunday yozadi: hayotimiz uchun zarur bo'lgan hamma narsani Masihdan topishimiz mumkin. Iso Masih tufayli biz Xudoning behisob boyliklariga egamiz. Bular muqaddas ruh, Xudoning kalomi, Xudoning qudratli huzuri va tinchligidir. Ko'pchilik erisha olmayotgan tinchlik va shodlikni topish uchun bizga faqat Iso kerak. Havoriy Pavlus ogohlantiradi: hech kim falsafa va quruq safsatalar bilan sizlarni avramasin. Xudodan yuz o'girgan odamlarda qanchalik ko'p azob va bo'shliq borligiga bir qarang. Isoga umid bog'lang. Unda ko'rinmas Xudoning to'liqligi mujassam. Agar sizda Masih bo'lsa, demak sizda hamma narsa bor. O'zingiz haqingizda shunday deya olasizmi?